Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Excel'dagi hujjatlarni tartiblash hamda saralashni o'rganamiz. Bu nima degani? Tasavvur qiling, mana bu yerda familiyalar alifbo tartibida emas, istalgan ko'rinishda kelgan yoki mana guruh raqamlari, bu yoqdagi baholar va hokazolar turli xil ko'rinishda kelgan. Buni Excel dasturi yordamida tartiblashni o'rganamiz. Buning uchun kerakli ro'yxatni belgilab olamiz. Mana bu yerda данный bo'limiga kirib, sortirovkani bosamiz. Mana bizda bir nechta oynalar, bir nechta bo'limlar aytilyapti. Sortirovать po nima bo'yicha sortirovka qilamiz deyapti. Hozir bu yerda tartib raqam bo'yicha aytilgan. Bizga familiya bo'yicha kerak. Familiya sortirovka bu yerda значение, faqat значение turaveradi. Qanday porядкda, ya'ni tartibda A dan Y gacha, ya'ni alifbo tartibida. Mana ko'rishingiz mumkin. Alifbo tartibida tartiblab berdi. Endi yana buni boshqa jihatlarini ham ko'rib o'tamiz. Familiya emas, ism bo'yicha ham xuddi shunday qilib ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ismlar bo'yicha yoki va hokazocha qilib chiqishimiz mumkin. O'zlashtirish ko'rsatkichi yoki guruh, o'sish, kamayish, возрастание, o'sish, убывание, kamayish. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu tariqa qolganlarni ham keltirishimiz mumkin. Mana yashash hududlarini ham bir xillarni yonma-yon qo'yib chiqishimiz mumkin. Mana TTJ ijara qilib. Shu tariqa sortirovka asosiysi shundan iborat. Bu yana ham katta bo'lsa, bazamiz qulay bo'ladi. Bu bilan ishlashingiz. Shuning uchun buni o'rganib olishni tavsiya qilaman. Bu tartiblab bo'lganimizdan so'ng saralashni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda birozgina murakkabroq amal bajarilgan. Bunda biror bir tadbir uchun olinadigan mahsulotlar ro'yxati va unga qilinadigan sarf xarajatlarni jadval asosida tuzib chiqdim. Bunda kilogramm yoki donada bo'ladi mahsulotlar va ularning narxlari hisoblangan. Ya'ni mana kilogrammi 9 kilogramm kerak, narxi 7800 dan oddiy arifmetik formula ko'rganingiz bo'yicha mana oldin buni ko'rib chiqdik. Shu orqali bu hisob-kitoblar bo'lgandan so'ng bularni endi keraklisini filtr qilishni o'rganamiz. Bu qanday qilinadi? Buni belgilaymiz to'liq jadvalni. Xuddi shu данный bo'limiga kirib filtrni bosamiz. Mana endi bu yerda yana ham ishimiz qulaylashdi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda tartibini o'zgartirish, xuddi boya sortirovka qilganimizni ko'rishimiz mumkin yoki bu yerda keraksizlarni olib turishimiz mumkin. Masalan, mana 10-ni olib qo'ydik. 10-chi kerak emas degan ma'noda. Tartib raqamlar bo'yicha yoki mana nomlari bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Mana ranglari bo'yicha ham yashillar yuqoriga, qizillar pastga yoki alifbo tartibida bo'lishi, shunga o'xshash narsalar. Yana bu yerda kilogramm. Bu yerda o'sish, kamayish, ketma-ketligi, shunga o'xshash narsalarni berishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Bu orqali o'zimizga keraklarini, masalan mana bu yerda qizil bilan belgilanganlar juda muhim mahsulotlar. Buni alohida bir ro'yxat qilib olishimiz mumkin. Ya'ni birinchi navbatda bular olinadi, keyin esa bular olinadi degan mazmunda. Shu orqali kerakli ma'lumotlarni filtr qilishni o'rganamiz. Hozircha darsimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.